Assalomu alaykum. Bugun sizlarning savollaringizga javob beraman. Ya'ni ko'p kelayotgan top savollarga javob beramiz. Xo'sh, birinchi savolimiz shunaqa bo'lyaptiki, mana shu videoni ko'rish oqibatida, telefon o'ynash oqibatida bolalar enurez, enkopressik, nevroz, agressiv bo'lishi mumkinmi deb so'rashgan. Ko'pchilikni savoli shunaqa ekan. Ya'ni sizni bolangiz qanaqadir video ko'rib birdaniga o'zingizga kasal bo'lib qolmaydi. Lekin hozirgi kunda biza telefonda, YouTube'da, televizorda berilayotgan videolarni saviyasini ko'rishimiz kerak. Ya'ni sizni bolangiz alhazar, qanaqadir taqdirlar, iqrob ko'ryaptimi, YouTube'da qanaqadir qo'rqinchli videolar ko'ryaptimi, bu albatta uni psixologiyasiga ta'sir qiladi. Nafaqat farzandingiz enurez, enkopress bo'lishi mumkin, balki undagi agressiya boshlanadi. Sekin-sekin u nevrozga aylanadi. Nevroz bo'lgandan keyin tik boshlanadi. Organizm etapma-etap sekin astalik bilan o'tadi. Mani oilamda hammasi joyida, mani erimda ham, o'zimda ham bunaqa kasalliklar bo'lmagan. Nimaga mani hozir farzandim enurez bo'lib qolyapti, enkopress bo'lib qolyapti, tushunmayman deydi ota-onalar. Bu har doim siz boshqarishingiz mumkin bo'lgan jarayon emas. Ko'pchilik onalarning uquvsizligi sababda farzandlarimiz tug'ilishi 1 yosh, 2 yosh davrida yosh hissiy o'yinlarni, sensor motoriklar bilan ishlamasdan, ularning qo'liga faqat telefon berib qo'yib, video qo'yib, bitta xonaga yig'lasa urib, jazolab, bolalarimizni 3-4 yoshida qattiq jazolab qo'rqitib qo'yamiz. Katta bo'lganda, 8-9 yosh bo'lganda, men uni hozir urmayman, hozir men psixologik holatim yaxshi, lekin tushunmayman, farzandim nega kasal deymiz. Bu holat o'zi ko'pincha 3-4 yoshida qo'rqituv oqibatida bo'lgan sababi ham bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda jamiyat maktabda o'rni qanaqa, o'ziga bo'lgan ishonchi qanaqa, o'rtoqlar bilan munosabati qanaqa, telefonda nima ko'ryapti, nimaga qiziqyapti. Bu farzandingiz har doim siz xohlagandek udobniy bo'lami, ya'ni shu aytganingizda baqirsangiz hollarni artib qo'yadigan, uy ishlarida yordam beradigan, orqasidan o'zini yig'ib yuradigan bolachami qo'rqituv oqibatida shu bola, shunaqa bolachalar sizlarga yoqadi. O'zi aslida bola kichkinaligidan yosh davri hissiy emotsiyalarini yopsak, ularga mehr, muhabbat berib tarbiya qilib kelsak, katta bo'lganda hech qanaqa jamiyatda ham, oilada ham, o'rtoqlari bilan ham, o'ziga bo'lgan ishonch chuvsida ham, kasalliklarda ham muammo bo'lmaydi. Biza o'zimizni to'g'ri ularga yo'nalish bera olmaganimiz, o'zimizda borimizni berganimiz, o'zimiz ota-onamiz qanaqa bizga ota-onalik qilgan bo'lsa, xuddi shu narsani ularga qilganimiz sababli kattaroq bo'lganda ularning o'zi tanasi signal, reaksiya berishni boshlaydi. Hozirgi kunda ota-onadan tashqari maktab, ularning o'rtoqlari, pedagoglar, jamiyat, telefondagi videolar, har xil o'yinlar, har xil insonlar ta'sirida bolalar tez buzilib ketishi, tez qo'rquvga tushib qolishi va yomon yo'lga kirib ketishi juda ham ko'payib ketgan. Mani ota-onam urib tarbiyalagan, lekin yomon bo'lmadim. Biza bolaligimizda rosa kaltak yirdik, rosa urishardi, tepishardi, lekin hozir o'lmadik, yomon odam bo'lmadik deymiz. Lekin hozirgi kunda siz farzandingizni xuddi siz kabi urib, urishib, qo'rqitib tarbiyalanishi hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi bolalarning psixologiyasi juda ham bo'sh. Chunki ular aktiv mashqlar bilan shug'ullanmaydi. Ular har doim telefonda, gadjetlarda, agressiya, nevroz holatida, yonidagi o'rtoqlari ham shunaqa o'ziga o'xshagan agressiv bolachalar. Shuni oqibatida ko'p bolachalar agar ota-onasi urishsa, kelishmovchilik bo'lsa, kalta yesa, yo borib o'zini bir nima qiladi, yoki borib begona inson bilan tanishadi, begona inson bilan mumkin bo'lmagan muloqotlarga kirishni boshlaydi. Hozirgi kundagi global muammo farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalash va ularga to'g'ri yo'nalish berish. Buning uchun biz birinchi bo'lib telefonlarni, ular ko'rayotgan kontentni, ular kim bilan do'stligi, jamiyatda o'rni qanaqa, oilada o'rni qanaqa qo'yib berdingiz, shularni o'rganishingiz kerak. Agar siz ham hozir farzandingiz bilan muammo bo'lsa, uni qanaqadir kasalliklari, enurez, enkopress, nevroz, agressiya, depressiya holatlari bo'ladigan bo'lsa,
murojaat qiling quyidagi raqamlarga. Bizani metodika kursimiz bor. Ya'ni men yaxshi onaman, men yomon ona emasman. Bolamizni diagnostika qilib, uni har xil agressiya, nevroz, SDVG, giperaktivlik, enurez, enkopressik nevroz holatlariga yechim beriladigan qilib metodika ishlab chiqqanmiz va uni onlayn tartibda ham olishingiz mumkin. Quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz, qizlar sizlarga metodika haqida to'liq ma'lumot berishadi.